Bu reklama emas, konditsioner ovutganda top 3 ta narsaga e'tibor berishingiz shart. Birinchisi, ovutgan konditsioneringiz full DC inverter bo'lishi shart. Chunki inverter konditsionerlar juda ko'p. Full DC inverterga nisbatan tokingizni sezilarli darajada ekonom qiladi. Ikkinchisi, ovutganingizda fen va agregatni razmeriga e'tibor berishingiz shart. U katta bo'lishi kerak. O'zi odatda konditsionerlar 78-80 bo'ladi. Bu konditsioner 12 talik konditsioner 86. Lekin bu konditsionerlar razmerlari standartdan katta va shunga yarasha ishlash samaradorligi ham yuqori bo'ladi. 12 talik razmeri uzunasiga 75, bo'yiga 55, eniga 27 bot. Uchinchisi, ko'p konditsionerlarda isitish teni bo'lmaydi. Lekin agar siz qishda yaxshi isitishni xohlasangiz, ichida teni bor konditsionerni oling. Oxirida shundan kelib chiqib turib aytamizki, konditsioner ovutganingizda full DC inverter bo'lishi, uni razmerini katta bo'lishi va ichida ten bo'lishi juda muhim hisoblanadi.